Assalomu alaykum hammaga. O'tgan videomizda omborxona bo'limini ko'rib ketgandik. Bugungi videomizda postkassani ko'rib ketamiz. Postkassada 4 ta status mavjud. Yangi sotuv, tasdiqlangan, yakunlangan hamda qaytarilgan cheklar. Bu yerda o'zimizga tegishli bo'lgan kassani tanlab olamiz. Aksariyat hollarda bitta kassa ochiq bo'ladi. Lekin men super admin bo'lganim uchun hamma kassani ko'rib turish mumkin. Xo'p, Navbahor degan kassa yaratib olgandik. So'zlamalarda sotuv nuqtalari degan bo'limida yangi sotuv yaratib olamiz. Bizda mix bor edi, 3lik. Mana mix 3lik bor edi bizda. 2 ta qolgan ekan. Bittasini sotib ko'ramiz. Birlik narxi 25 ming so'm. Buni ko'proq yoki kamroq yozishimiz mumkin. Mana 30 ming so'm qilamiz. Va mijozni tanlab ketamiz. Mijoz qo'shishni mijozlar bo'limida yana ko'rib ketamiz. Hozir prosta mijoz qo'shib turaylik. Va to'lov uchun 30 ming so'm. 4 xil to'lov turi mavjud. Naqd to'lov, Uzkart hamda Humodan to'lov, kartalararo o'tkazma, ya'ni klik qilish mumkin, hamda bank orqali to'lov. Hisob raqamdan hisob raqamga bo'ladigan to'lov. Hamda qarzga savdo tushunchasi mavjud. Masalan, mixni naqdga hammasini to'lab ketdi deb oladigan bo'lsak, chaqmoqchidan bosadigan bo'lsak, o'zi to'liq summani keltirib beradi. Agar summa kamroq bo'ladigan bo'lsa, to'lov qilishni bosib bo'lmaydi. To'lovning qolgan qismi qaysi tarzda to'lanishini kiritib ketish kerak bo'ladi. Agar qarzga bo'ladigan bo'lsa, qarzgani bosib to'lov qilinadi. Hozircha to'liq to'lov deb olib turaylik. To'lov qilish. Mana yo'qoldi. Endi esa buni orqaga qaytib, mana yangi sotuvda 526-naryad bo'lib shakllandi. Buni endi to'g'riligini tekshirib chiqqanimizdan keyin tasdiqlaymiz. Mana naqd to'lov 30 ming so'm va savdo chekini tasdiqlash qilamiz. Endi esa bu tasdiqlangan sotuvga o'tadi. Buni omborxonadan klient kelib olib ketgandan keyin yakunlangan sotuvga o'tadi. Ungacha shu yerda turadi. Agar tovar vazrat bo'ladigan bo'lsa, qaytarish orqali qaytarib omborxonaga kirim qilib qo'yiladi. Bu esa qaytarilgan cheklar bo'limida ko'rinadi. Hozir kassa yangi bo'lgani uchun hech nima ko'rinmayapti. Pulini esa 30 ming so'm oldik naqd. Buni endi kassaga topshirish kerak bo'ladi. Bu 30 ming so'm bizni qo'limizda turibdi, kassaga ko'rinmaydi. Agar kassaga topshirishni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda kassa bo'limida ko'rinadi. Kassa bo'limida hisobotlarda mana hech qanaqa 30 ming so'm yo'q. Endi esa postdan kassaga hisobot yuborishga bosadigan bo'lsak, kassaga topshirishni bosamiz. 30 ming so'm. Mana kassaga topshirildi. Endi esa kassa bo'limiga o'tib hisobotlarga kiradigan bo'lsak, mana 526-naryaddan 30 ming so'm kassaga pul qabul qilindi. Endi esa qabul qilish qilib hisob raqamimizga kiritib qo'yamiz. Hisob raqamni sozlamalar bo'limidan qo'shib olgandik. Shu hisob raqamga qabul qilish qilamiz. Mana muvaffaqiyatli qabul qilindi. Hisob raqamimizda 30 ming so'm pul ko'paydi. Bu naryadga esa to'lov bo'ldi. Bu yerdan Navbahorni tanlab 30 ming so'm qabul qilindi to'lov. Va omborxonaga o'tadigan bo'lsak, kutilayotgan chiqim hamda bu yerda asosiy skladni tanlab post savdo chiqimlariga kiradigan bo'lsak, chiqim qilamiz. Mana 526-naryad ko'rindi. Bu yerda 3 ta mix omborxonadan chiqib ketish kerak edi. Buni omborxonachi chiqarib yuboradi. Ya'ni klient kelib bu zakasini olib ketadi. Sarfni shakllantirish, mijozni o'zi keldimi yoki mijoz vakili buni kiritadi. Agar mijozni o'zi kelgan bo'lsa, mijozni telefon raqamiga SMS boradi. Yoki mijoz vakili keladigan bo'lsa, mijoz vakiliga SMS. Mijoz vakilini kiritib, telefon raqamini kiritgandan keyin, SMS orqali tasdiqlagandan keyin tovar omborxonadan kamayadi. Post savdo xuddi shunaqa ishlaydi. Endi esa to'lov turlari qanaqa ishlashini ko'rsatib ketaman. Masalan, sotuv qilamiz. Xomashyolarni
chiqim qilib ko'ramiz. Masalan, mana shu bo'ladigan bo'lsa, 5 dona bo'lsa, buni esa 1 million so'm qilamiz. Xo'p. 5 xil to'lov usulini ham ko'rib ketamiz. Mana 1 million so'mdan 5 ta shu tovardan 5 million so'm bo'libdi. Mijozni kiritib ketamiz. Xo'p. Naqd to'lov bo'lsa, 1 million so'm naqd to'lov. Uzkartdan to'lov qilsam 1 million so'm. Uzkart bilan Humo bir xil ishlaydi. Kartadan 1 million so'm o'tkazgan bo'lsam va qolgani qarzga savdo bo'ladigan bo'lsa, qarzini qachon yopadi? 30-aprelda yopish kerak. Izoh shu sanada yopadi. Bank orqali to'lovni keyinchalik ko'rib ketamiz. 1, 2, 3, 4 xil to'lov turini hozir ko'ramiz. To'lov qilish 3 million so'm to'ladi. 3 xil to'lovda va 2 million so'm qarzga yozildi. Mana uchalasi ham ko'rinadi, faqat qarzga ko'rinmaydi, chunki qarzga olgan summasi kassaga hisobot yuborilmaydi. 1 million so'm naqd, 1 million so'm Uzkart kartasi orqali va 1 million so'm kartalararo o'tkazma. Naqd to'lov kassaga ko'rinishi uchun kassaga topshirishni bosamiz. Hamda kassaga o'tib hisobotlardan mana 1 million so'm ko'rindi. Qabul qilishni bosadigan bo'lsak, hisob raqamimizda 1 million so'm ko'payadi. Mijozni kompaniya oldidagi qarzi esa kamayadi. Xo'p. 2 million so'm qarzi bor. Kartadan o'tkazma, naqd. Xo'p. Kassaga hisobot yuborishda kartani oldik. Endi esa Uzkartni qabul qilamiz. 1 million so'm tasdiqlandi. Uzkart hamda bank orqali to'lovlar buxgalteriya bo'limida ko'rinadi. Buxgalteriyaga kelib hisobotga keladigan bo'lsak, mana 1 million so'm 527-nariyadan 1 million so'm ko'rinadi. Chekni qabul qilish, ya'ni buxgalter o'sha 1 million so'mga urgan chekini oladi, terminaldan urgan chekini hamda tasdiqlaydi. Keyinchalik bu terminal tushumlarida ko'rinadi. Bankda ham haqiqatdan 1 million so'm tushgan bo'lsa, bu yerdan terminal tushumlaridan tasdiqlaydi hamda bank hisob raqamida puli ko'payadi. Hamda bu yerga keladigan bo'lsak, faqatgina kartalararo o'tkazma qoldi. Bu klik degani, klik hech qayerda ko'rinmaydi, bankda ham, kassada ham. Shunchaki sotuvchi 1 million so'm klik bo'ldi deb kassirga telefon qiladi hamda kassir rostdan ham 1 million so'm kelganini SMS orqali tekshiradi. Tekshirgandan keyin kirim qilib qo'yadi, ya'ni noma'lum tushumlar bo'limidan. Chunki 1 million so'm tushgan pul u noma'lum. Agar sotuvchi telefon qilmagan bo'lsa, shunchaki kassirga SMS orqali 1 million so'm keldi deb tushgan bo'lsa, uni 1 million so'm noma'lum tushum qilib kiritib qo'yadi. So'm yoki dollar qiymati mavjud. Ya'ni 1 million so'm kartalararo o'tkazma bo'ldi. Va hisob raqam kiritadi. Izoh kerak bo'lsa agar izohni kiritib qo'yadi. Masalan, 527-naryad uchun edi. Saqlash qilamiz. Mana noma'lum tushum 1 million so'm ko'rinadi va buni mijozga biriktirib qo'ysa, mijoz balansiga u 1 million so'm tushadi. Masalan, post savdoga kelib, kassaga hisobot yuborish. Mana 527-naryadida. Endi 527-naryadni mijozini ko'ramiz. Mana Palbor MCJ ekan. Palbor MCJni hisob raqamini ko'ramiz. Palbor MCJ hisob raqamida hech qanaqa puli yo'q. Shartnomasi ham ko'rinmayapti, chunki biz hali shartnomani tasdiqlaganimiz yo'q. Agar shartnomani tasdiqlaydigan bo'lsak, mijozni akkauntida bu shartnoma ko'rinadi. Mana 3 million so'm qarz, chunki 1 million so'm klik hali mijozga biriktirilmadi va 527-naryad ko'rindi. Endi kassadan noma'lum tushumdan 1 million so'mni
shu mijozga biriktiramiz. Power MCH'ga va tasdiqlaymiz. Endi esa mijozni balansiga qaraydigan bo'lsak, 1 million so'm paydo bo'ldi. Endi qarzini shartnomaga biriktiramiz. Ya'ni Power MCH to'lovi 3 million so'm, balansida 1 million so'm puli bor. Balansidan tashqari to'lov qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bosib 1 million so'm qarzini yopamiz. Endi mijozlarga kiradigan bo'lsak, mana 1 million so'm balansdagi puli kamaydi, qarzi ham 2 million so'm qoldi. Haqiqatan ham post savdoda 2 million so'm mijozni qarzi bor kiritgandik. Mijozni 3 ta to'lov turini ham kompaniyaga kiritib oldik. Kompaniya oldida mijozda 2 million so'm qarzi qoldi. Endi esa post savdoda eshik sotishni, tayyor mahsulot sotishni hamda qaytarilgan mahsulotlarni, qaytarilgan cheklarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, eshik sotish uchun avvalambor omborxonadan eshik yaratib olaylik. Qoldiqlarda tayyor mahsulotda eshik katalogdan birinchi eshik yaratib olamiz. Eshik yaratish rasmi bo'ladigan bo'lsa, rasmini yuklaymiz. Qoplamasi qanaqa bo'lishini tanlaymiz. Masalan, Eliza bo'ladigan bo'lsa, nomini shunaqa qilib qo'yaman. Emalmi, laminatmi shuni tanlaymiz. Rangi, bo'yi, eni, narxini kiritamiz. Hamda yaratish qilamiz. Hop. Mana Eliza My Test 1 yaratib oldik. Endi esa eshikni kirim qilamiz. Eshik Eliza My Test 1, ya'ni bu eshikni tanlaymiz. Hamda eshikdan nechta kirim qilishimizni yozamiz. 100 ta kirim qiladigan bo'lsak, ya'ni 100 ta mana shu eshikdan omborxonamizga kirim qilamiz. Kirim qilish izoh yozamiz. Xo'p, endi kirim qildik. Va omborxonamizga qaraydigan bo'lsak, mana Eliza My Test 1 eshigidan 100 dona kirim bo'ldi. Va narxlari. Endi buni post kassadan sotib ko'ramiz. Xuddi shunaqa qilib nalishnik va daborlarni ham kiritish mumkin. Sotuv qilish. Navbahor kassasini tanlab, mana 100 dona eshik kirim qilgandik. 10 tasini sotib ko'ramiz. Hamda mijoz biriktiramiz. To'lov uchun hammasini naqd to'lov qilaylik. Hamda to'lov qilish. Kassa orqali to'lovni topshiramiz. 26 million 500 ming so'm, 528-naryad. Va bu chekni tasdiqlab olamiz. Tasdiqlaganimizdan keyin omborxonadan chiqarib yuboramiz eshikni. Bu yerda asosiy sklad chiqim qilishni bosadigan bo'lsak, mana 528-naryad. Agar naryad tasdiqlanmasa, omborxonada ko'rinmaydi. 100 ta bo'ladigan bo'lsa, mana 10 ta sotib olgan ekan. Agar bir martada 5 tasini olib ketadigan bo'lsa, bu yerda 5 tasini sarf qilib, 5 tasini omborxonada ushlab turishimiz mumkin. Hozircha 10 tasini jamini chiqarib yuboramiz. Agar bu yerda naryadini chop etib ko'rib olish ham mumkin bo'ladi. Va sarfni shakllantirish mijozni o'zi emas, mijoz vakili qilamiz. Agar o'zimizni haydovchimiz olib ketadigan bo'lsa ham, Shokir aka masalan, bu yerga telefon raqamini kiritamiz. Va SMS orqali tasdiqlash. Kodni kiritamiz va tasdiqlash qiladigan bo'lsak, mana muvaffaqiyatli chiqim qilindi. Yopish qilib sahifani yangilasak, mana 10 dona eshik 2.650 ming so'mlik chiqib ketdi. Va postga o'tadigan bo'lsak, Navbahor kassasini tanlaymiz. 528 tasdiqlangandan yakunlangan sotuvga o'tdi. Chunki bu mahsulotlar omborxonadan chiqim bo'ldi. Endi esa qaytarish qilib ko'ramiz.
10 ta eshik sotilganida shundan 5 tasini mijoz qaytarib olib keldi deydigan bo'lsak. Xo'p, qaytarish kerak. Izoh bekor qilinish sababi mijozga yoqmadi. Masalan, davom etaman. Bu keyin mana bu yerda qaytarilgan cheklarga ko'rinadi. Xuddi shunaqa. Bu yerda to'langan summa 26.500. Qaytarilgan cheklarda ko'rinadi. Endi esa o'sha qoldiqni tekshiradigan bo'lsak, 5 ta qaytdimi yo'qmi? Bizda asosiy omborxonada 90 ta turibdi. 10 ta sotgandik, 5 tasi hali qaytmabdi. Bu 5 tani omborxonaga qanaqa qilib kirim qilamiz? Bu omborxonadan chiqib ketganda, endi buni kirim qilish uchun xomashyo kirimi bo'limiga o'tib, qaytarilgan mahsulotlarga o'tamiz. Bu yerdan yangi qaytarilgan chek qo'shamiz. V109 bo'lib turibdi. Buni 5 dona qaytarilgan. Buni agar 4 ta qaytgan bo'lsa, real hayotda qancha bo'lsa shuni kiritamiz. 5 ta bo'ladigan bo'lsa, 5 ta. Qabul qilishni ko'ramiz. Agar hammasi sog' salomat butun kelgan bo'lsa, agar shunaqa qilib qaytarib qo'yamiz. Tasdiqlash qilamiz. Mana 13.250.000 so'mlik mahsulot qaytdi. Endi esa qoldiqni tekshiradigan bo'lsak, tayyor mahsulotlarning qoldig'ida mana 95 dona eshik paydo bo'ldi yana. 5 donasi sotildi. Avval 10 ta sotilgandi. 5 tasi qaytarib olib kelindi. Mijozga yoqmagani uchun. Bu yerda qaytarilgan cheklarni ko'radigan bo'lsak, mana xuddi shu summa. Hamda yakunlanganga o'tadigan bo'lsak, bu yerda esa qaytarilgan qoldiq 5 dona ko'rinib turadi. Xuddi shunaqa endi mijozga o'tadigan bo'lsak, mijozni balansida eshik qaytarilgani uchun 13.250.000 so'm pul paydo bo'ldi. Agar bu pulni mijozga berib yuboradigan bo'lsak, mijozni balansidan chiqim qilamiz. Ya'ni 13.250.000 so'm. Agar kartadami, naqdmi, qaysi to'lov turida olib ketsa, bu yerda keyin hisob raqamimizni tanlaymiz, ya'ni naqd hisob raqamimizda xarajat turini kiritamiz va balansdan chiqim bo'ladi. Agar komissiya bo'ladigan bo'lsa, komissiya foizini yozamiz. Komissiya bo'lmasa shunaqa turadi. Izohda nima uchun? Qaytarilgan eshiklar uchun deymiz. Agar sana kerak bo'lsa, sanasini kiritib qo'yamiz. Saqlash qiladigan bo'lsak, moliyaviy kirim chiqimga o'tamiz. Agar bu summani tasdiqlaydigan bo'lsak, mijozni balansi 0 ga teng bo'ladi. Chunki mijoz bergan pulini olib ketgan bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda ishlaydi. Bugungi videoda shu yangi sotuv chekini yaratishni, tasdiqlanganga o'tishni va ombordan chiqib ketgandan keyin yakunlangan sotuv bo'lishini va yakunlangan sotuvdan mahsulotni qaytarib vazrat qilishni ko'rib chiqdik. Hamda bular bilan birgalikda naqd, kartalararo o'tkazma, Humo, Uzcard hamda qarzga savdoni ko'rib ketdik.